Barak. Qachon sovchi jo'natasiz? Ertaga jo'nataman. Yuravering erta deb men uyimga boyalardan sovchilar kelgan. Ota-onam ham rozi bo'ldi. Nima? Qo'rdi kimligini bilmaydimi deyman ular. O'zga bog'ni gulini uzishni ko'rsatib qo'ymayman ularga hali. Sen shoshmay tur hozir. Hozir. Когда в тупик уткнутся пути, придется в эту яму Sportivka bilan tufli ham kiyiladimi? Sen buni sirini bilmaysan. Bu bilan shunday tepaman. Butun umr esdan chiqmayotgan zarba bo'ladi. Yur ketdik. Ana haval mashina olib turgan go'ldali bachchami? Ha, o'sha. Nima, mashina bo'lsa boyvachcha hisoblanganmi? O'zi 30% to'lov bilan chiqargan bo'lsa. Siz qayerdan bilasiz? Men ham dadam bilan Sharsabz havalga borib, bundan ham zo'rga to'lov qilib keldik. Yanachi 5 ta sovg'asi ham qo'shib bering. Yo'q, Ha. siz hal qilasizmi yo'qmi? Qo'rqyapsizmi yoki? Men qo'rqmayman, meni qoddi deydilar. Nima bo'ldi sizlar? Bo'ldi, tayyor olasizmi? Vallahi aytaman bugun. Yoqimtoy. Hozir o'tab turdi. Ha, nima gap? 1 minutga mumkinmi? Qiz bola onlayn nekrasivada chakka gaplashib olaylik. Yur. Hozir mashinaga o'tirib turgan hal qilib kelaman. Voy, urushib tashayapti. Mana ketim ajdarxoda o'zi ham. Ana kelyapti, hal qilgandir. Baxtli bo'linglar. Tushunmadim, nima bo'ldi hozir? Menga qara, yoqimtoy. Mana bu orqamda turgan haval mashinani kaliti. Qizni tinch qo'y. Kechdim aka qizdan. Bekorga sizni yoqimtoy demadim. Siz haqiqatan yoqimtoy ekansiz. Ketdi aka. Shunaqa bo'ldi. Bo'lishi mumkin emas. Qodda akam sevgimni sotmaydilar hech qachon. Aytdim-ku sevgimni sotmaydilar deb. Qodda aka. uyaran yurakda Qancha? Bank to'lami qishloqda aylanmoqchi edim.